Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala hammelerininki qadam tashrif qilib, ilim tahsil qilamiz demişe kelganliklariga ajr yazsın inşallah. Ajr bersin. Farzandlarimizni eng yaxshi shaklda tarbiyalashga nasib qilsin inşallah. Farzandlarimizni Allah'a bağlanğan, vatanga bağlanğan, öz-özüge xo'ja bo'lib yashaydigan, tirishchan, jasoratlik, salih farzandlarni qilsin. Amin. Endi jazolash bilan tarbiyalash degan yakaptimiz. Jazolash deganlik urush deganlik emas. Endi jazolash desa, kishilarning aqliga dastlabki kelgan narsa shu urib dumballash, tillash degan kilidan jazolash desa. O emas asli jazolash degan. Balalarni jazolash bilan tarbiyalash tarbiya usullaridan biri sanaladi. Tarbiyaning bir qancha usullarini dedik ya. Nasihat bilan tarbiyalash, dialog bilan tarbiyalash, mukofot bilan tarbiyalash, kuzatish bilan tarbiyalash dedik ayna. Shuningki eng oxirgisi hamda jazolash bilan tarbiyalash. Chunki jazo degan bu shu tarbiya usullarining eng oxirgisi. Eng oxirgisi. Bo'lmagan chaqda, bola gap anglamagan chaqda, boshqa choralarni qilib o g'alaba qilamagan chaqda qo'llanilgan jazo hamda balalarni jazolash to'liq ularni yaxshi ko'rganlardan va talab qilgan narsalardan vaqtliq mahrum qilish bilan bo'ldi. Ko'pincha kishilar tushungandek balalarni jazolash deganlik ularni urib dumballash deganlik emas. Endi hozir shu balalarni jazolash o'zining yaxshi ko'rgan narsalarini vaqtliq mahrum qilish. Masalan, balalar hozir shu telefonni yaxshi ko'rdi, iPadni yaxshi ko'rdi. Endi anda bo'lgandan keyin bu balalarni urmay, tillamay, aziyat yetkazmay chiroyli gap qilib, sen emisa ma'vu vazifangni qilmaganliging uchun, men buyurgan ishni qilmaganliging uchun, darsingni yaxshi ishlamaganliging uchun yoki namozga vaqtida qo'polmaganliging uchun, shu seninki eng yaxshi ko'rgan telefoningni bir qancha soat yo bir qancha kun men evolaman deb bir qancha kun evelishning o'zi deganmi ulug'ab nayt bir jazo ashanda. Ammo balalarni urish eng oxirgi chora. Eng oxirgi chora. Faqat o'zi bo'lmaydigan gap emas hamda. Ba'zi vaqtida baldiganni bunda yenik urib qo'ysa, bu bir tarbiyaninki eng jazolashning eng oxirgi nimasi dedik-ku. Bu faqat yasoq gunoh deganlik emas hamda. Urush desa, bizning vatandagidek bunda dumballab urush emas. Madrasaga olib bersa, balalarni dumballab urib tutqunni sundirib deb bunda qilgan ishni bo'libdi-ku vatanda. Undaq emas. Bundaq cho'chitib qo'yish, azaq cho'chitib qo'yish hamda. Bu en ahırki çaremde nasihat, yumuşak muamele, çıraylık söz, qatarlık terbiye usulünün hiç qaysı netice vermegende en ahırki çare süpütüde yenik edeplep koyuş terbiyenin en ahırki çaresi. Yenik edeplep koyuş diyen gepemdir. İmam Ebu Hamid el-Gazali ve terbiye mütehassisleri balalarını cazalaşta aşırı yetişine agahlandırgan. Yani cazaladım dep, nefretini kozgap koyduğun gepte cazaladım dep. Shuningdek balalarni asirdim deb ularga ortiqcha keng qo'saqlik qilish bilan yumshoqlik qilishdanmi ogohlantirgan endi. Shunga Yevropalik tarbiya mutaxassislari balalarni jazolashni faqatla amaldan qoldirib o'tadigan tarbiya usullarini yetarsiz tarbiya usullari deb qaraydi ekan. Faqatla. Chunki balalarni jazolash intiqom yoki achchiqni chiqarib olish uchun emas, balki tarbiya uchun. Ahvol shunday ekan, balalarning foydasi uchun kerak bo'lgan jazolash usulini qo'llanish kerak. Balalarning sharoiti qasi shuning yaxshi bo'lsa. Endi islomdagi jazo bilan tarbiyalash usuli qanday bo'ldi islomda? Islom dini insonlarning manfaati uchun to'liq munosib, aqlga eng muvofiq yo'l tutgan, eng madaniy, eng ilg'or bir din bo'lish bilan insoniyatni tarbiyalashda targ'ib bilan qo'rqitish, jazo bilan mukofot o'tirisida muvofiq ish ko'rgan. Targ'ib degan qiziqtirish va qo'rqitish. Undan keyin mukofot va jazo. Ya'ni bir qo'limizda jazo, bir qo'limizda mukofot degandek, bir qo'limizda qo'rqitish, bir qo'limizda uni targ'ib qilish, tashabbus qilish degandek hamda jazo darajalari o'zgarib turadi. İnsanlar bir xil emas. Ba'zi kishilarga yiroqdan qilgan ishoratni kifoya qildi. Ya'ni yaxshiga ishorat, yomonga yo'ldirish deyotgan gap ya bizning Uyg'ursizda. Ba'zi kishilarga yiroqdan bunda qilgan ishorat kifoya qildi. Hatto ota-onasining bunda ma'nini qarab qo'yganini kifoya qildi. Bundaq kishilarning oddiy bir ishorat yoki bir ma'nini qarash bilan vijdoni qo'zg'alib ketadi va qilmoqchi bo'lgan yomon ishni darhol tashlaydi. Chataq ish qildim men deydi.
Yana ba'zi kishilar borki, ularga chiroyli nasihat, yumshoq muomala kor qilmaydi. Ularni faqat qo'rqitish yoki mahrum qilish bilan paylidan yondo'g'il bo'ldi. Hamda ishorat tog'i kelmagan chog'da. Endi bolalarni xuddi shundoq. Balalar ichida mukofot kifoya qilib jazoga hojati qolmaydiganlarmi, jazolamasdan tarbiyalash mumkin bo'lmaydiganlarmi bor. Endi balalarni jazolash demak, ularni urib dumballash deganlik emas, jazo darajalari oddiydan murakkabga, kichikdan cho'ngga qarab taraqqiy qildi. Masalan, balaning qilgan kapsizligi sababdan uningdan ranjib qolganligimizni ma'lum bir shaklda bildirib qo'yish jazoning eng oddiy darajasi. Ya'ni, bala men qilgan ishing to'g'ri bo'lmabdi. Ben senden biraz rencip kaldım diyenin üzümü bir ceza bu. Aşkın üzü ceza, akıllık, vicdanlık balı o. Ben ata-anamla rencitip koyaptım ben bu çatak iş kıptım deydi, yanıdı. Çünkü biz ballağı her vakit üzünün vicdanından soraş, üzünün vicdanı bile hesaplaş için fırsat verişimiz gerek. Çünkü her kanda bir işte biz akısında cezalı varsak, cezanı epoğaldayken, tamam ben kılgan işimden cezasını kördüm. Hem de ben oylanmayım dedi, oylanmaydı. Anda qılmay bəzi vaxtı cazanın onuğa vicdanı və hesaplaş üçün mənilik bir gəpini qılıb maqılğının toğru bo'lmabdı. Bunda bulay bəzi yaxşı olmaydı. Bunda olsa mən rəncib qalma degan gəpinin üzü bəzi ballar üçün acayip caza. Çünki oylaydı ki, ucaqda vicdanını iş qısaldı. Hə, toğru rast. Ata-anam bunda dəvatıdı, mən bunda qıptım deydi. Amma onun onuğa anda demey turub hemen tillab yoki tayoq silib qilsang, bo'ldi, bu qilganimni qilmayman men. Bo'g'ini bo'ldi deydi. Jazosini ep bo'ldi, chunki u vijdoni hisoblashmaydi. Vijdon yerda qolmaydi hamda u. Shunga vijdoni bilan hisoblashish uchun bolaga fursat berishimiz kerak. Qanday fursat bergildi? Ularga shunday ma'nilik, o'ylantiradigan gaplarni qilamiz. Sening yaxshiliging uchun kuyunyapman bolam. Sen o'yin tomosha uchun qilyapsan. Qanday bo'ldi bu ishning oxiri deb qo'ysang, bu da aqlli bola buni o'ylaydi. Yoki men qilgan ishing meni ranjitib qo'ydi. Sende men ranjib qalsam bo'lmaydi bu. Atani ranjisi yaxshi emas-ku. Desang, moning o'zimi vijdonli, iymonli bolaning vijdonini o'rildi. Vijdoni hisobida uning ikkinchi qatimda qilmay degan yer keldi. Ya'ni demak biz mushundaq ishni shu dastlabda chiroyli gap bilan boshlaymiz endi. Jazolashdimi shu. Onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin balalarını terbiyeleş doğrusunda ügetkenlerimi balalarını rahim, şefkat ve yumuşak bilen terbiye kılışının zürürlükünü ta'kidledi. Şu mukafat bilen terbiyeleş terbiyenin esli. Ama ceza bilen terbiyeleş, mukafatlaş ve başka terbiye usulleri kar kılmaganda en ahırkı bir çare. Bu esli işemez. En ahırkı kullanılan bir çare. Eğer beşin ağrıp kalsa doğru yegenge okşaş, aspirin yegenge okşaş. Manım hal kılış çaresi hem de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balaların nihayet mehriban, tulumu şefkatlik zat idi. Balalarımı onu intan yaxşı görətdi. Mehir şefkatlik boğandıkın balalarımı yaxşı görətdi, işini döndü. Bu zatdan fakat mehir şefkat yaxşılık kelidi debini kılğandıkın balımın işini dö. Üzünün köngülünü açıdı, yürükünü açıdı, köngüldeki gepini diyeleydi. Şu mehribanlık olan bolsa, eğer mehribanlık bilen bolmay diktatörlük olan bolsa, köngüldekini diyemeydi bu balı. Köngüldekini kimge deydi? Üzgü okşaş dostlarga deydi. Bu dostlarga degendikin bazı üzünün köngüldeki acizliklerini, his kılganlarını, bazı sır esrarlarını dostlarga degendikin dostlarınınki yaxşı dostlar bolsa iteklep gitişi mümkün. Ama o yaxşı dostlardan bo'lmay azdurutgan dostlar bo'lsa, sen qanday qilsan, anda qilish, bunda qilsang olmamdi deb bunda azdurib ketishi mumkin. Shunga boshqa do'stlarning gibini anglashga fursat bermaslik uchun biz o'zimizning bag'rini keng etishimiz kerak, bizning gibimizni anglasin. Biz bilan yaqin bo'lsin, biz hatto do'st bo'lsin biz bilan. Bizning gibimizni anglasin. Uningdan keyin bola tarbiyalashda de nəhayət cıq muşu tənqidləş, cazalaş digənin içigə nəhayət cıq bir işlər kirdi. Məsələn, bunu balalarının yürüş duruşunu tüzəş usulları, məsələn, yiraqdan ulağa mundağı nəzər qılıb, bəzi xata qılğan işlərini yoki işarət bilan, yoki çaylıq söz bilan tüzütüb qoyuş. Onun mulayimlik bilan onunğa deyiş. Onun için ulağa eğer yana o gapni tanışmasa, aç üzünün yaxşı görgən nəslərdən məhrum qılğanlığını yoki onunğa degan nəslini epəmət qılğanlığını deyiş.
Deganga o'xshash har xil usullar bilan bolalarning ahvoliga qarab, ba'zi vaqtda yenik qayib qo'yish, anda tillash emas, yenik qayib qo'yish degan ayda usullar bilan ayda xil. Ba'zi bolalar uchun hamda ba'zi ma'naviyati kuchli, iymoni kuchli bolalar uchun azroq bir küçükün bir qayib qo'yishning o'zi, küçükün bir ma'nilik bir gap qilishning o'zimi nayt bir ashlarni o'zining paylidan yaman tarafidan yandirish rolini o'ynaydi. Mesela bir ustoz varken bolalarga bunda debdi. Bolalarım gunoh qilmanglar, gunoh qilsanglar Alloh taolo cho'qimisini jazolaydi. Bu shu dunyoda jazolaydi debdi. Deganki bolalar qo'rqib ketibdi. Biz gunoh qilsak Alloh jazolaydi ekan deb hamda amaliyotda jazolaydi, shu jazo har xil hamda. Shunda bo'lgan ekan o'quvchilardan birisi bir qancha kun madrasaga kelmabdi. Kelmaganiga bu ustoz nima bo'ldi deb surishtirib chaqirib kelib qilsa, u bolaning chiroyi shunda tatirib ketgan, ko'nglini aytib bearam, shunda uyqusiz shunda kelibdi. Nima bo'ldi degan ustoz, men rostimni desam, sizlar gunoh qilsam Alloh jazolaydi debdilar. Men gunoh qilib soldim. Gunohimni demayman-da, gunoh qilib soldim. Shundan keyin Alloh meni qachon jazolaydi deb qo'rqib ahvolim shunday bo'lib ketdi. Tahajjud namozga turaldimmi, turolmadim. Zikr tasbihlerini, Qur'onni joyida o'qiy oldingiz, ko'nglim joyida bo'lmagan, uni o'qiyolmadim. Tövbe istig'forning joyida aytaldimmi, uni qilolmadim degan. Alloh jazolabdi meni. Jazoga meni shu. Hozir sizning shu holatda, shu bearamlikning, shu iztirobing, chiroyingning sag'rib ketgani Allohning jazoligini shu. Alloh jazolaydi desa osmondan to'qmoq tashlamaydi hamda. Hammasi jazolaydi degani, shunday ma'naviy jihatdan jazolab qo'ydi deb shular deyotgan ustoz. Demak, ashuni bir jazo hamda. Masalan biz ba'zi vaqtda Alloh taolaning jazosiga shu dunyoda ba'zi Allohning jazosiga uchrab turibmiz ya, ba'zi vaqtda haliqi o'zimizning deganda namoz bandatining oldida turib Alloh taolaning huzuriga kelib tahorat bilan 2 rakat namoz o'qishdan mahrum qolgan bir ishlar bo'lib qoldi. Ya safarda bo'lamiz, ya o'ldi, ya bo'ldi, ya mehmon bilan bo'lib qoldi, ya anda oldi. Shunday kunlarda ko'nglimiz bir aram bo'lib qoldi. Men bu ishimni qilolmadim-ku deb masalan. Shuning o'zimi bizga berilgan bir jazoning bir turi. Biz sabablardan shu mahrum qolganligimiz Alloh taolaga munojat qilishning huzuridan, lazzatidan mahrum qolganligimiz ashuni bir jazoning o'rniga bir jazodan bu. Endi bu yerda jazoni, bolalarni urishning salbiy taraflari. Buni deb qo'yaylik-da. Bolalarni urishning salbiy taraflari. Bolalarni aldirab urib qo'yishdan tuyandikdek salbiy natijalar chiqadi. Birinchi, ota-onasidan yoki muallimidan to'la tayoq yeydigan bola qo'rqinchoq, o'ziga ishonolmaydigan, ijtimoiy jihatdan ojiz bo'lib qoldi. Ya'ni u qo'rqinchoq bo'lib qoldi, o'ziga ishonolmaydigan bo'lib qoldi. Ikkinchisi, Araplarda qo'pollikni tug'dirdi deydigan bir hikmat bor. Chunki ailesida, ota-onasidan yiriklik va qo'pollik ko'rib cho'ng bo'lgan bolalar boshqalarga shunda qo'pol muomala qiladigan bo'lib qoldi. Masalan, bir odamlarga noyat siliq, sipoya, shunda yaxshi, axloqli bo'lsa, buni qalbimizga hemen kirdi, ha buning ota-onasi shunday. Bir bola noyat qo'pol, gipsat, eg'izi buzuq, muomalasi yirik, ayna bosmada qarab, ha mamani ota-onasi shunday o'xshaydi. Aytadi, %99% shunday chiqdi deb. Ayda chiqdi deb. Üçüncüsü, aldıra balalarni urush ota-onaga pushaymon keltiradigan ish. Shunga ota-ona yoki tarbiyachi bir damlik achchiqni besib, balaga imkoniyat qadar urmaslik, chiroq tarbiya qilish lozim. Endi ba'zi vaqtida odamlar shu kontroldan chiqirayotgan ahvollarni sodir qildi bolalar. Bolalarni ba'zi kapsizlik qildi. Hatto kichiklarmi, cho'nglarmi odamni shunda rohatsiz qiladigan ishlar bo'ldi. O ota-ona biladi buning dardini. Haliqa tütünün derdini moru bildi deymiz ya. Hemmeden benim ahvalım bunda deb şikayet kılıp yürmeydi o. Şikayetini Allah Teala kıldı. Allah hidayet ve ıslah kılgan ballarını deb kıldı. Yani kağımaydı hem de Allah Teala kıldı derdini. Lakin hemmeden bildi ki muşu zamanda balı terbiyeleştiğin kıyın iş yok. Acayip kıyın bu. Şundağlı kattıklık kılsan ballarınki mehir muhabbetini ayırıp kalıp ballardan yiroqlashib qolish qo'rqinchisi bor. Shundaylik beparvolikni qo'yib bersam, ballardan yana ayrilib qolish bor. İctimai taratqular
yomon do'st, yomon muhit elib ketishidan qo'rqamiz. Shunga nayt bak diqqat bilan anda ish qilishga to'g'ri keladi. Endi bu yerda bolalarni urishning shartlari deydi. Bolalarni 10 yoshga to'shmasini urmaslik. 10 yoshga to'shmagan bolani urish qat'iy xato. Bu jinoyat bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bolalarını 7 yaşta namazga o'rgatinglar, 10 yoshda namaz o'qimasa, yenik urunglar deb. Ya'ni 10 yoshda urunglar degani uning kichik bolani o'si bo'lmaydi deganlik. Namaz uchun urunglar. Namozning shunchalik hayotimizning muhimligini bilib, boshqa bir narsa uchun emas, pulni jihaylab etibsan emas, pulni yutirib etibsan emas, yoki ishga kechikib qolibsan emas, yoki undan bunda sababdan emas, namoz. Alloh taolo qildigan qulchilikni sen joyida qilmading deb shu sababdan yenik urunglar deydi. Boshqa sababdan urishga bo'lmaydi deydi endi. Ikkinchisi bolalarni urganda bar kuchini qo'llanmaslik kerak endi uningga, kuchini ko'rsatmaslik kerak-da. Bu faqat bir hayba qilish bilan bo'ladi endi. Üçüncü qirliq yog'och, bisliq narsa bilan urmaslik. To'rtinchi bolalarning beshiga, yuziga va muhim yerlarga urmaslik. Beşinci qattiq g'azablik holatda urushdan saqlanish, o'zingni tutib olish. Bolalarni do'stlaring yoki qarindoshlaring yoki o'zi yaxshi ko'rgan kishilarning oldida azorlamaslik, urmaslik. 7. Bolalarni bilmasdan yoki unutib qolganlikni qilgan xatoliklar uchun qat'iy jazolamaslik. Bilmagan, bilmaslikdan qilgan ishni jazolash haqqimiz yo'q. Unutib qolgan ishni jazolash haqqimiz yo'q. Chunki unutib qolganni, bilmasdan qilganni Alloh taologa kechirdi. Unda onu biz albatta kechirishimiz kerak. 8. Bolalarning rastınla yomon ish qilganligini aniqlamasdan urmaslik. Anda olaptı, bunda anladım, anda qilibmisan, bunda qilibmisan, men anladım deb o bolaga aziyat yetkazmaslik kerak da, o aniqlansa o ish, rost shunda bo'lgan bo'lsa, shu chaqda anda jazolash kerak. 9. Yomon ish qilgan bolalarning birinila jazolab qolganlarini tark etmaslik. Endi uyda kafsizlik qildi masalan, yoki bizning ailening quroliga, aileningki qoida yusuniga bir qanchaylarni xiloflik qildi-da, xiloflik qilgan uning birisini jazolab, boshqasini jazolamay qo'ysa, bolaning olisida nafrat paydo bo'ldi bolaning qatorida. Jazolaganning hammasini jazolash kerak yoki hammasini jazolamash kerak. Bir narsa berganda hammasiga berish kerak, bermasang hammasiga bermaslik kerak. Birisining ko'zida birisiga bermaslik kerak. Birisini suyab qo'yib, birisininki bunda qo'lni tutib qo'ysa bo'lmaydi. O'xshash muomala qilish kerak, shunga bak diqqat qilish kerak. Bolalar biz diqqat qilmaganmiz, bolalar diqqat qildi. Hatto biz o'ylaymizki, kichik bolalar kichik bo'lgandan keyin biz mehr shafqatga muhtoj, uningga hammamiz uningga hamda yaqin muomala qilamiz, yoki suyab qo'yamiz, yoki jiqroq bir narsa beramiz, yoki uni ko'nglini ep qo'yamiz deb bunda to'g'ri bunda tushunamiz. Lekin bolalarning cho'nglari bunda tushunmaydi-da. Meni yaxshi ko'rdi, meni yaxshi ko'rmaydi deb birdan nolqimda hukm qildi. Shunga uni imkon qadar ashuna qizg'andirmayotgan holatda qilish kerak. Agar qizg'andirayotgan holatda qilib qo'ysak, bolalarning orasiga nafrat sepib qo'yamiz biz. Yaxshi niyat bilan nafrat sepib qo'ygan ishda. Endi 10-si bolalarni zarur bo'lgan vaqtida haqli ravishda urush ota-onaning haqqi, ota-onaning haqqi. Ota-onasi bo'lmagan bolalarning akilari va ochilari ota-onaning o'rnida turdi. Ota-onasi yo'q bolaning, ochisi ota-onasi. Acısı, aksi atanın o'rnida turdi, umayda tarbiyalash haqqi bor. Yomonlik qilsa, adablab qo'yish haqqi bor hamda. Ammo boshqalarning garchi eng yaqin tuqqani bo'lsa-mu, eng yaqin tuqqani bo'lib kelsa-mu, falonning bolasini urish haqqi yo'q. Masalan, meniki tag'amning bolalari bo'lsin, hammamning bolalari bo'lsin, eng yaqin bo'lib kelsa-mu, mening urish haqqim yo'q. Chunki ota-ona o'g'il vaqtida uning haqqi boshqadan bo'lsa, ota-ona har qancha haqli bo'lsa, ota-ona ranjiydi uning. Qat'iy bunda ishni qilmaslik kerak. Muallimning teg'imi haqqi yo'q. Bu Turkiyada ko'ryapmizmi? Masalan, televizor xabarda ko'ryapsiz, muallimlar bolalarida bir urib qo'yganga ishdan ayrilib turmaga kirganlar bor. Bu ig'ir jinoyat. Endi bizningki vatanda oxirgi vaqtlarda madrasalarda deymiz, ba'zi maktablarda deymiz endi. Bolalarni urgan ishlar naytbek ig'ir. Hatto ash bolalarni ba'zi bolalarniki ash madrasa degan tayoqdan dinga o'chilab qilib murtad bo'lib ketgan bolalarmi bor hamda. Murtad bo'lib ketgan bor. Men bilmam, Yevropaga ketgan bir qancha kishilardan vatanda madrasada o'qib, Yevropaga ketgan, murtad bo'lib ketgan bolalar. Shu bolalarni tarixini o'qisa, madrasada o'qigan shuning hammasi. Madrasada ani mu'min qilmay, ta'tirishga reaksiya bergan gap. Nimishqa? O'chaqdagi bizningki shu qo'llanish metod to'g'ri bo'lmagan, bolaga bo'lgan muomala to'g'ri bo'lmagan. Shunga
nerede olsun. Yani Türkiye'de bu medreseler var, mektepler var. Mişel'den bazılarınki uruduğanmış, deyitkan gapını anlayımız var mı de? Bunu hem de biz Uygurlar, biz diniga nəhayət və ixlasman xalq olğandan burundan tartib bununki tirigi ülügi mağı hesab, tirigi isligi hesab deb birtqan bir işlav ekan. Ashunda ixlos bilan birdi. Bəgənki ustoz bo'g'uchi vijdonini qo'lini qo'yib turib, abdan o'ylab, abdan ish qilish kerak. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Bolalarni urish muallimninki haqqi emas. Kerak bo'lgan vaqtda ota-onaning o'zining haqqi. Ota-onaning o'zi bekib cho'ng qildi ya, ota-onaning o'zining haqqi, boshqa kimning haqqi yo'q. Muallimning haqqi yo'q, mudirning haqqi yo'q, ustozning haqqi yo'q, imomning haqqi yo'q, hech kimning haqqi yo'q. Bolalarni